Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda pensiya to'xtatiladimi? Bu haqidagi xabarlar qanchalik rost? Pensiya oluvchilar ogoh bo'ling. O'zbekistonda pensiya masalasida jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Endilikda bunday fuqarolarga pensiya to'xtatiladi. Qanchalik to'g'ri, ushbu videorolikda javob olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, xorijga chiqib ketgan pensionerlarning pensiyasi to'xtatilar ekan. Hattoki yaqin insoni pensiyani ishonchnoma bilan ham olishi mumkin emas. Pensioner va ularning yaqinlariga ogohlantiring. Endi chet elga chiqib ketgandan keyin vaqtincha uning pensiyasi to'xtatiladi. Agarda fuqaro mamlakat hududidan tashqariga chiqib ketib, 3 oy ichida qaytib kelmagan taqdirda pensiya to'lovlari unga vaqtincha to'xtatib turiladi. Shu bilan birga, qaytib kelganidan so'ng fuqaro murojaat qilgan sanadan qadar 24 oy davomida to'lanmay qolgan pensiya summasiga da'vo qilish huquqiga ega bo'ladi. Bunda pensiya puli pensiyani olish maqsadida murojaat etganidan so'ng 24 oyligi ushbu fuqaroga to'lab beriladi, deyiladi ma'lumotda. Aziz fuqarolar, ushbu xabar keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib, yaqinlaringizga ham tezda yuborib qo'ying.